Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda harorat yana pasayib, qor yog'ishi kutilmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet ertaga 27-yanvar kuni qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida kechga tomon yomg'ir yog'ishi mumkin, kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 1-3 daraja iliq, kunduzi 4-6 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ba'zi joylarda qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, ba'zi joylarda 6-11 daraja sovuqqacha, kunduzi 3 daraja sovuq, -2 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir qorga aylanadi. Yo'llarda yaxmalak kuzatiladi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, -2 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir qorga aylanadi. Ba'zi joylarda yo'llar yaxmalak bo'ladi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi 1-6 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir qorga aylanadi. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida kechga tomon ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir qorga aylanadi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Ba'zi joylarda esa yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, -2 daraja iliq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq bo'ladi deyiladi prognozlarda.